Hamma haqiqatlarni ochiqlamoqchilar. Yig'layman, kim o'dim to'g'risi, lekin borgan sari trenddan tushmayapmiz. Xullas meni sinishimni, yo'q bo'lib ketishimni kutishgan ekan. To'yimdan bir kun oldin eng fitnali dahshati bo'ldi. Xo'jayinimga qo'rqinchli SMSlar yozishgan, lekin bir-birimizdan voz kechganimiz yo'q. Iltimos, faqat dedim, mendan olib qo'yma dedim. Shu intervyuda ham ruxsatni zo'rg'a olib kelgan. Juda 6 oy deganda zo'rg'a bu musibat holatida turganini, mana shunaqa 15 sutkada turganini bilib turib, nechtasi kelib ariza yozsa, men bolamdan voz kechmayman dedi. Voyaga yetsa o'zi tanlaydi, kim uni haqiqiy otasi, kim boshqacha. Oyijon g'azabda SMS yozganlar, men SMS yozganman, ana o'shalarni olib, pashshani fil deb olib borib ariza berib kelishgan ustimizdan. Shunda men ikkita ayol bilan yashab yurganlarman, o'rtaga tiqilib ikkalasini ikkita tarafga tarqatib yubordimmi? To'yni o'zingiz qildingizmi Toshkentdagi? Nozanin go'yo o'ziga o'zi to'y qildi bu dedi. Xo'jayin dedim, uylanayotgan ekansiz, dedi, xabarimiz yo'q. Voy, mayli nima qilsalaring qilaveringlar, biz yelkamiz ko'taraveradi deb o'tirishim kerakmi? Sabr degan shunchalik bo'lar endi. Shu sababli ham bugun intervyuga chiqdim. Hammasi shu intervyuda tugadi. Baxt tilagansan, qo'yib yuborgansan, aralashma. Meni juda ham ko'p fahm farosatli ayollar kuzatadi.